kanalimdagi ilk video. Ushbu videoda doimiy qo'llaydigan strategiyamni ko'rsatib o'taman. Jamoa bilan web kanalda. Bugun biz $100 bilan savdo qilamiz va depozitimizni oshirishga harakat qilamiz. Ushbu strategiya bilan yaxshi foyda olsa bo'ladi. Bugun uning tezkor versiyasida savdo qilaman. Savdolarni 1 daqiqa emas, 15 soniyada ochaman. Yo'q, Telegram kanalimni unuting. Yaqinda Telegram kanalimda ko'plab treninglar o'tkazyapman. Lekin Telegram kanalida o'qitish sizga kerak bo'lgan hamma narsani qilish imkonini beradi. Men va Telegram kanalidagi barcha guruhlar kuniga 2 marta va 1 marta trening mashg'ulotlarini o'tkazdik. Ishonchim komilki, men siz bilan Telegram kanalida hamkorlik qilaman va kerak bo'lgan hamma narsani qilaman. Va men kerak bo'lgan hamma narsani tayyorlayman. Menimcha u $1000 oldi. Men yangi boshlanuvchilar va talabalar uchun batareya yaratdim. Bu web kanal va batareyalar hali ham batareyalar ekanligini anglatadi. Agar siz web kanal va batareyada bo'lsangiz, chunki siz mening kanalimdasiz, siz mening kanalimdasiz va siz mening kontaktimdasiz. Siz menga shu yerga yozishingiz mumkin. Batareyalar va web kanallarni qidirib topa olmayapman. bugun ikkinchi akkauntimda savdo qilyapman. Asosiy hisobimda $50 qoldi, chunki depozitimni deyarli yechib olgan edim. Bu ikkinchi akkauntimda esa $100 bor. Endi valyuta juftliklarini tanlab, sevimlilarga qo'shamiz. Chunki TSE platformasida qisqa muddatli bitimlarni ochish imkoniyati mavjud. Bu juftlik juda qulay. Keling, $50 ga pul tikib, bitim ochaylik. 15 soniya davomida pastga tomon bitimni amalga oshiramiz. Endi buning sababini tushuntirib beraman. Indikatorning 70 darajasi ortiqcha sotib olinganlik, 30 darajasi ortiqcha sotilganlik va 50 darajasi esa medianadir. Ular orasida, agar siz indikator va saytga qarasangiz, birinchi kelishuv biz uchun ishlamadi. Hech qanday yomon narsa bo'lmaydi. Biz darhol ikkinchisini ochamiz. Shuningdek, pasayishda agar biz hozir quyida ko'rsatilgan indikatoriga qarasak, grafik ostida narx uzoq vaqt davomida sotilgan darajadan medianaga, ya'ni 50 darajaga siljiganini ko'rishingiz mumkin. Va endi biz narx yana 50 darajasiga yaqinlashganini va pastga siljayotganini ko'rmoqdamiz. Shunga ko'ra, bizda pasayish uchun ajoyib kirish nuqtasi mavjud. Va shunga ko'ra, biz ushbu nuqtada tranzaksiyalarni ochamiz. Demak, ikkinchi tranzaksiyamiz katta ehtimol bilan yaxshi o'tadi. Qoldiq $142 ni tashkil qiladi. Biz yana qisqa muddatli savdoni ochamiz, chunki bu biz uchun juda qulay. Endi kirish nuqtasi shakllantirildi va keling, bu yerda nimaga erishamiz? Demak, bizda yana bir kelishuv bor va yana $188 balansimizda plyus bor. Indikator sozlamalarini hech qanday tarzda o'zgartirish shart emas. Ya'ni siz dastlabki sozlamalaringizni shundayligicha qoldirishingiz mumkin. Shuning uchun hech narsani o'zgartirishga hojat yo'q. Mana endi strategiyani biroz batafsilroq tushuntirib beraman. Ya'ni, masalan, narx haddan tashqari sotib olingan darajaga, ya'ni 30 darajasiga yaqinlashsa ham, bemalol narx harakati trendga qarshi yo'nalishda yuqoriga ochish mumkin. Chunki narx hozir ko'rib turganingizdek indikatorga ko'ra, narx juda kam hollarda 70 yoki 30 darajalardan pastga yoki yuqoriga chiqadi. Ya'ni u shu daraja ichida harakatlanadi. Shunga ko'ra, agar narx ortiqcha sotib olingan yoki ortiqcha sotilgan darajaga yaqinlashsa, siz teskari yo'nalishda xavfsiz ravishda savdolarni ochishingiz mumkin. Mana hozirda narx uzoq vaqt davomida median bo'ylab, ya'ni 50 darajasida harakatlanmoqda. Va ehtimol endi biz yana bir savdoni pastga tomon ochamiz. Keling, uni ochamiz. Shunday qilib, biz 15 soniya davomida bitimni ochamiz va undan nima chiqishini ko'ramiz. Demak, narximiz ishonch bilan pasaymoqda va shunga mos ravishda bizda yana bir ijobiy bitim bor. Balans allaqachon $234 ni tashkil etadi. Bu ajoyib natija. Ya'ni biz $100 dan $234 ni ishlab topdik. Shunday qilib, ehtimol yana bir bitim ochaylik. Narx pastga qarab tendensiyada davom etmoqda. Shuning uchun biz bitimlarni pastga qarab ochishimiz mumkin. Demak, yana bir kelishuv biz uchun yaxshi ketmoqda. Ya'ni biz allaqachon $280 ishlab topdik.
Bu videoda men juda ko'p tavakkal qilaman, ya'ni tavakkalchilikni boshqarish va pulni boshqarish qoidalarini buzaman. Shuning uchun siz savdo sessiyalaringizda bu qoidalarga rioya qilmasligingiz kerak emas. Chunki men buni sizga ko'proq qiziqarli bo'lishi uchun qilyapman. Lekin siz bu qoidalarga amal qilishingiz kerak. Ya'ni siz bitimlarni maksimal depozitingizning 10% gacha ochishingiz kerak. Endi boshqa valyuta juftligiga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turibmizki, narx yana medianaga yaqinlashdi va pastga sakradi. Hozir trend pastga qarab ketmoqda. Shunday qilib, ehtimol bu mos kelmaydi. Keling, bu yerda ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda narx haddan tashqari sotilgan darajadan tepaga sakraganini ko'ryapmiz. Shuning uchun bemalol yuqoriga bitim ochish mumkin. Chunki trendimiz hali ham yuqoriga qarab davom etmoqda. Shunga mos ravishda yuqoriga bitim ochamiz va natijada nima bo'lishini kuzatamiz. Tranzaksiyadan keyingi balansimiz allaqachon $372 tashkil etdi. Shuning uchun boshqa valyuta juftligiga o'taylik. Bu yerda bizda kirish uchun ajoyib imkoniyat bor. Narx haddan tashqari sotib olingan darajaga ko'tarilganini ko'rmoqdamiz. Shu sababli savdoni ochish mumkin. Uni chiziq bilan belgilaymiz. Maksimal darajaga yetdi va shu maksimal darajada biz qisqa muddatli savdoni ochamiz. Demak, kelishuv biz uchun yaxshi ketmasligi ehtimoli bor. Keling, savdo hajmini oshirib, yana qisqa muddatli savdoni ochamiz. Xo'sh, keling, tomosha qilaylik, hatto ikkitasini ochaylik. Shunday qilib, bizning narximiz oshishda davom etmoqda. Xavotirlanishga hojat yo'q. Demak, bu ehtimol impuls bo'lib, shundan so'ng narx yana o'z o'rnini topadi. Hashlik darajasi uchun keling, ushbu savdoga $172 qo'yamiz va qisqa savdoni ochamiz. Narxi u endi pastga tushish kerak. Shuning uchun biz uni kuzatib boramiz. Shunday va biz bu bitimni nolga tenglashtiramiz. Hammasi joyida, shu bo'ladi. Ya'ni endi yana bir savdoni pastga tomon ochaylik, chunki narx endi tushish kerak. Albatta, aziz do'stlar, hech qanday holatda mendan keyin takrorlamang. Ya'ni men butun omonatimni qoldiraman. Hech qanday holatda bunday qilmang. Shunday qilib, bitim $324 qoldiq bilan yakunlandi. Va keling, butun depozitimizni tikaylik. Va yana bir bor buni qilmaylik. Balki mayli, keling, tomosha qilish uchun qiziqarli bo'lishi uchun barcha depozitimizni qo'yaylik. Xo'sh, shunday, keling. Aynan shu yerda ushbu valyuta juftligi haqida batafsilroq to'xtalamiz. Biz narx 50 darajaga yaqinlashganini ko'ramiz va pastga qarab savdo qilamiz. Shunday qilib, narx ehtimol bu darajadan sakrab tushadi va pastga tushadi. Shunga ko'ra, biz bundan pul ishlamaymiz. Shunday qilib, agar kelishuvimiz amalga oshsa, balansimizda $622 qoladi. Bizning holatimizda bo'lgani kabi, kelishuvimiz mana shunday amalga oshdi. Shuning uchun keling, narxni ko'rib chiqaylik. Ko'rsatkichga ko'ra, sayt haddan tashqari sotilgan darajaga yetdi va shunga mos ravishda biz $100 ga oshirish uchun savdoni ochamiz. Shunday qilib, narx kelishuvga kirdi va balansda allaqachon $712 bor. Keling, yana bir oshirish uchun savdo ochamiz, chunki narximiz pastga harakat qilishda davom etmoqda va shunga mos ravishda haddan tashqari sotilgan darajadan. Biz savdolarni ochishda davom etamiz. Yana bir savdomiz amalga oshmadi. Biz darhol ikkita yuqoriga ochamiz. Ya'ni narx ortiqcha sotilgan kesish darajasiga yetdi va u yerdan bitim ochamiz. Ya'ni bizda ikkita kelishuv bor edi. Bundan tashqari bizning balansimizda $380 bor. Hozirda qoldiq $792 ni tashkil etadi va yana biz narximizni oshirish uchun bitim ochamiz, chunki bizning narximiz ortiqcha sotilgan darajada. Demak, narximiz oshganini ko'rmoqdamiz. Shunga ko'ra, tranzaksiya natijasida bizda endi $882 qoldi. Shunday qilib, biz bu yerda oshirish uchun bitim ochamiz, chunki narximiz ko'tarilishini ko'rmoqdamiz va endi u haddan tashqari sotib olingan darajaga yaqinlashadi. Va shundan keyin u pastga tushadi. Shunga ko'ra, siz oshirish uchun bitim ochishingiz mumkin.
Va shunga ko'ra bitim $974 qoldiq bilan yakunlandi. Ajoyib natija. Agar biz $100 dan boshlaganimiz haqida o'ylasangiz, bu aslida juda yaxshi natija. Shunday qilib, narx haddan tashqari sotib olingan darajadan sakrab tushganini ko'rmoqdamiz. Va endi u medianida turibdi, ya'ni enlik foizga. Shunday qilib, xo'sh, ehtimol endi qizimiz kelmayapti, xavotirlanadigan hech narsa yo'q. Biryaktimiz, butun 5, demak biz oshirish uchun yana 2 ta bitim ochamiz. Chunki narx endi nazariy jihatdan 50% dan qaytish kerak. Va yana haddan tashqari sotib olingan darajaga ko'tarilasiz. Shunday qilib, yana 2 ta tranzaksiyamiz bor. Afsuski, jiddiy hech narsa yaxshi ketmayapti. Keling, qulayroq kirish nuqtasini topish uchun boshqa valyuta juftligiga o'taylik. Shunday qilib, narximiz medianaga yaqinlashganini ko'rmoqdamiz va uni $674 ga o'rnataylik. Men butun depozitimni yana tikaman. Xo'sh, shunday qilaylik. Endi narx biroz yaqinlashadi va biz qisqa pozitsiyani ochamiz. Ya'ni bizning narximiz yana medianaga, ya'ni 50% ga yaqinlashdi va biz pasayish uchun bitim ochdik. Narx tushmoqda. Demak, vaziyat xatarli. Bitimni butun 6 torta yopamiz. Balansni ko'ramiz. Keling, yana bir qisqa savdoni ochamiz. Shunday qilib, va bizning tranzaksiyamiz $1274 qoldiq bilan amalga oshiriladi. Ajoyib natija. $100 dan boshlab balansni $1274 ga chiqardik. Do'stlar, video o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat, obuna bo'ling. Telegram kanalim havolasi pastda. Tomosha qilganingiz uchun rahmat va xayr.